oldingi paytlarda bunaqa narsalar Akalar, lip motor mashinamiz tayyor bo'ldi. Oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar, ishqalangan edi. Oldingi paytlarda bunaqa narsalar o'ylab o'tirmasdan kraska sepilardi. Hozirgi kunga kelib vakuum xizmatlari va kosmetika xizmatlari rivojlanib, mana detalli o'zini radnoy kraskasida qoldirgan bo'ldik. Xudo xolisa ishimizga sifatiga o'zingizlar baho berasizlar degan umiddamiz. Inshaalloh ishimiz idealniy chiqdi. Bemalol liboy joyga, liboy ustiga olib ko'rsanglar hech qanaqa uyalib qolgan joyi yo'q. Va bundan tashqari mana shu parok qismi ham ishqalanib qolgan edi. Buni ham kraska sepib, mana xudo xolisa idealniy qilib bo'ldi.